Farzandingiz doimo shakllarni rasmda ko'rsa, ularni miyasida faqat tasavvur qoladi. Ammo haqiqiy hayotdagi shakllarni ko'rsatish orqali siz uning tafakkurini 2 barobar tezroq rivojlantirishingiz mumkin. UNESCO va UNICEF tadqiqotlariga ko'ra, dunyoda har 3 boladan biri maktabga kirishdan oldin shakllar va fazoviy tushunchalarni hayotiy muhitda o'rganish imkoniyatiga ega emas. Natijada ular keyinchalik mantiqiy tafakkur, matematika va muammolarni yechish qobiliyatida orqada qolishadi. Tasavvur qiling, bir bola shakllarni faqat kitobdagi rasmlardan o'rganadi, ikkinchisi esa oshxonadagi idishlar, uydagi mebel va tashqaridagi obyektlar orqali shakllarni tanishni o'rganadi. Bir necha haftadan so'ng ikkinchisi fazoviy tafakkur va diqqatni sezilarli darajada yaxshilaydi. Garvard tadqiqotlariga ko'ra, bolalar shakllarni hayotiy muhitda o'rganganda miyaning tepa qismi faollashadi va fazoviy tafakkur va xotirani mustahkamlaydi. Cambridge universiteti olimlari esa shunga e'tibor qaratgan. Vizual va interaktiv mashqlar neyron tarmoqlarini tezroq rivojlantirib, bolaning mantiqiy qobiliyatiga ijobiy ta'sir qiladi. Yaponiyada maktabgacha yoshdagi bolalar uchun Learning by Doing dasturi joriy etilgan. Bolalar shakllarni ko'rish, tutish va joylashtirish orqali o'rganadi. UNESCO kuzatuvlariga ko'ra, bu metod bolalarda fazoviy tafakkur va mantiqiy qobiliyatni 30% gacha oshiradi. Qanday qilib siz bolangizga shakllarni faqat rasmda emas, haqiqiy hayotda ham ko'rsatishingiz mumkin? Keling, bu savolimizga mutaxassisimiz javob beradilar. Shakllarni o'rgatayotganimizda biz farzandlarimizga doira, to'rtburchak, uchburchak deb o'rgatamiz va albatta bu to'g'ri. Lekin ushbu shakllarni o'rgatishda biz turmushda foydalanadigan buyumlarimizni ham nomlari bilan bog'lasak, bolalarimizni eslab qolishi va anglashi yanada osonroq bo'ladi. Misol uchun oladigan bo'lsak, to'g'ri to'rtburchak deb, masalan, to'g'ri to'rtburchak shaklini o'rgatayotganimizda biz buni kundalik hayotimizdagi buyumimizdan, masalan, nimaga o'xshatishimiz mumkin to'g'ri to'rtburchakni? To'g'ri to'rtburchak kundalik hayotda foydalanadigan nimaga o'xshatamiz deb savollar berib, ularga yaqqol misollar bilan, masalan, kitob to'g'ri to'rtburchak shaklida, masalan, chashkamiz doira shaklida. Shu tartibda biz o'rgatadigan bo'lsak, bolalarimizni eslab qolishi va tasavvur qilishi osonroq bo'ladi va tezroq bo'ladi. Demak, biz farzandlarimizga shakllarni o'rgatayotganda e'tibor qaratishimiz kerak bo'lgan misollarni oladigan bo'lsak, masalan, doirani o'rgatayotganimizda doira, ovqat suzadigan laganimiz nimani shaklida deb savol bersak, albatta laganni doira shaklida deb javob berish mumkin. Yoki bo'lmasa stol ustida turgan nonni, buni shakli qanday deb savol bersak, u bizga javob berishi mumkin. Doira shaklida deb, yoki bo'lmasa yana e'tibor qaratishimiz mumkin, uyimizni tomi qanday shaklda deb savol beradigan bo'lsak, farzandimiz albatta uchburchak shaklida deb javob berishi mumkin bo'ladi. Bunda biz shakllarni farzandlarimizga nafaqat nomlari bilan, balki aniq bir misollar shaklida predmet nomlari bilan o'rgatadigan bo'lsak, ularni eslab qolishi va uni tafakkur qilishi va uni qiyoslashi ham shakllanib boradi va albatta bu uni kelgusidagi faoliyatda qiyoslama, taqqoslama bir jarayonlarni amalga oshirishda ham foydali bo'ladi.